Assalomu alaykum. Bugun qarindoshlar o'rtasidagi nikoh va uning salbiy oqibatlari haqida suhbatlashamiz. Har bir organizmda irsiy kasalliklar bor bo'lib, bular nasldan naslga o'tib turadi. Endi irsiy kasalliklar bilan tug'ilish qarindoshlar o'rtasidagi nikohda qarindosh bo'lmaganlarga nisbatan 5-6 barobar yuqori hisoblanadi. Irsiy kasalliklar nasldan naslga o'tuvchi organizmning ba'zi bir organlari yoki ba'zi bir to'qimalarini zararlashi hisobiga kelib chiqadigan kasalliklar hisoblanadi. Bular irsiy nerv sistema kasalliklari, irsiy yurak nuqson kasalliklari, irsiy tayanch harakat sistemasi kasalliklari va irsiy qon kasalliklari, ya'ni qonni ivishini buzilishi, gemofiliya kasalliklari shularga kiradi. Xromosoma kasalliklari, ya'ni Down sindromi, Klinefelter sindromi, Sheshev-Turner kasalliklari homiladorlik paytida, ya'ni perinatal screening tekshiruvi natijasida aniqlanadi. Ko'pchilik irsiy kasalliklar tug'ilgandan keyin, ya'ni fenilketonuriya, mukovitsidoz yoki tug'ma gipotireoz kasalliklari tug'ilgandan keyin aniqlanadi. Shunaqa irsiy kasalliklar bor, bu o'smirlik davrida, balog'at yoshida aniqlanadigan kasalliklar ham bor. Bu bilan biz barcha qarindoshlar o'rtasidagi nikohdan irsiy kasal farzandlar tug'iladi demoqchi emasmiz. Aksincha, qarindosh bo'lmaganlarning orasida ham tug'ma nuqsonlar bilan tug'ilishlar kuzatiladi. Ammo bularda sabab irsiy bo'lmasdan homiladorlik vaqtida har xil teratogen omillar ta'sirida yoki birinchi 3 oylikgacha o'tkazgan virus kasalliklari, gripp, gerpes, sitomegalovirus infeksiyalari sabab bo'lishi mumkin. Tibbiyot, tibbiy tarafdan 4-chi, 5-chi, 6-chi avlodlarga ham nikoh qurishni ma'qullamaydi. Bizning maqsadimiz va bizning vazifamiz sizning sog'ligingiz.